To'ymaganlar uchun. Yaxshi qarshi ichmaganlar uchun. Yana bir aytasiz. Boshimdan deyimma, kostyumga inarimma. Ye bir qarshi bo'lsa, Kimniga yimma. To'xta. Azizlar, hozir shu tomoshani joyidan turib bajaradi. Sizlar bo'ldi demaychi yumaloq oshaveradi. Hali yumaloq oshmadi. Bitta opam bo'ldi deydi. Hali yumaloq oshmadi. Tekistab qo'ying. Ye tavba qildim, davrada hech kim yo'q dega. Bir qarshi chop turinglarmi? To'xtang. Endi o'chirib turing. E'tibor bering. Olding. Hushyor bo'ling. Alloh degan doding. Bosing jiyanim. Qara. Barakalla, shoshilmasdan. Barakalla. Bo'ladimi? Bitta qarshi bo'lsa, qani kedinglar. To'xtang. Keyingi shishani olib keling. Bittani olib keling. Yana bittasini qo'shib oling. Endi azizlar, bu bola sal chaqqon o'ylarni aytib o'tyapman. Oyog'ini tagi yongan, kuygan, oyog'i injilab turibdi, shuning uchun yaxshi harakat qila olmayapti. Xato kamchiligiga ayb kelib yurish yo'q. Shishani olib keling. Chaling muzgani. Azizlar, aytib o'tdim. Boshda aytib o'tdim. Alloh saqlasa, balo yo'q. Alloh saqlamasa, davo yo'q deydi Alloh o'zi. Yo'qinchi. E'tibor bering. Shu yoshlar holatda shisha parchasiga go'sht keltirgan ovozi eshitsa, bitta ovozi bilan qizlarimiz ovozi bilan yigitlarimiz hayqiriq bilan qarshi olamiz. E'tibor bering. Hozir emas. To'xtab turinglar. Bo'ladimi bir qarshi bo'lsa ketdi. Qardan o'zing. O'rtaga chiqing. Endi azizlar, tomosha qiling. Shu holatda shisha parchasiga qorni bilan yotadi. Yotgan holatda tegirmonni singari 2 marta